Amerikani deylik, mana hozir O'zbekistondagi ta'lim bilan ulardagi ta'limni farqi katta. Borganda mana oilaga moslashib ketish qiyin bo'lmagan ekan, lekin ularni maktabida o'qib ketishinglar qiyinchilik tug'dirmaganmi? Bu yoqda sizlar noldan boshlamayapsizlar, davom ettirib ketishinglar kelyapti. Misol uchun menda baholarim yaxshi bo'lgani uchun, o'zim ham GPA deymiz, o'sha GPA to'rt bo'lgani uchun mani 12-sinfga qo'yishgan. 16 yosh bo'lsam ham 10-sinf bo'lishim kerak bo'lgan, lekin meni 12-sinfga qo'yishgan. Keyin fanlar olganda ham juda ham o'qisangiz olib ketasiz. O'qimasangiz olib keta olmaysiz. Masalan, sizga Chromebook beriladi har bitta o'quvchiga maktabdagi va hamma narsa onlayn bo'ladi. Ularda hech qanaqa qog'oz olmaysiz qo'lingizga va hammasi onlayn darslarni qilasiz Google Classroomda. Va agar o'qisangiz va darslarni vaqtida qilsangiz, unaqa qiyin emas.